Menimcha doktorlar bekorga aytmas ekan, har bitta farzand orasini kamida 3 yil 5 yil qilish kerak. Mana shu vaqt davomida farzand o'sha ota-onani mehriga to'yib, o'sib, yoshligini his qilar ekan, yoshligini erta o'g'irlab qo'ymaymiz. Bayda farzandlarimga baqirayoraman-da. Qulog'ing eshitmayaptimi? Nima qilmayapsanmi? Kel, unaqa qil baqirayoraman. Xuddi shu narsani qizim qaytaryapti. Garshokchiga o'tirgandan keyin aya bo'ldim deb meni chaqiradi. Bobo eshitmay qolsa, telefonga chalib qo'ygan paytlarimda aya eshitmayapsanmi? Qulog'ing eshitmayaptimi deb xuddi boyagi meni gapimni o'zimga oyna qiladi. Men nima qilgan bo'lsam, o'sha narsani menga akslantirib beryapti u. Kichkina farzandimga keladigan bo'lsak, hozir u 2 yoshga kirdi. Uni bolaligi bor. Unga qarasanglar, xuddi o'sha eski davrdagi bolalar, o'sha beg'uborlik, soddalik, injiqlik, o'zinikini o'tkazish, faqat baqirish. Oilada ikkitagina farzand bo'lganmiz. Ukam bilan men juda ham opa, singil, aka, ukaga zo'r bo'lib o'sganman. Va shuni hisobiga men farzandlarim ko'p bo'ladi deb niyat qilardim va ko'proq tezroq tug'ishga harakat qilganman. Chunki ko'pchilik aytishgan, turmushga chiqqandan keyin ertaroq tug'ib olsang, ko'proq tug'sang, bir-birini katta qilib tezroq katta bo'ladi hammasi. Keyin qiynalmaysan, keyin o'sha tug'ish yoqmaydi deb aytishuvdi. O'zim organizmimga, sog'ligimga zarar bu narsa. Bittasan tushunib yetdimki, katta farzand qaysi yo'nalishda ketsa, qanday tarbiya bilan ketsa, kichiklari ham baribir o'shanga qarab rivojlanar ekan. Bog'chadan kelib oyoq kiyimini chetga olib qo'yaptimi, ukasi ham shunga qarab baribir o'sha ishni qilar ekan. O'shaning uchun hozirgi vaqtda ko'proq e'tiborimni katta qizimga berishga, ko'proq u bilan shug'ullanishga harakat qilaman. Agar video kimgadir qiziq bo'lgan bo'lsa, o'zlaringni bo'ladigan vaziyatlaring bemalol kommentariyada gaplashamiz. Chunki hamma gaplarimni bitta videoga sig'dira olmayman. Bemalol o'z fikrlaringni kommentariyada aytishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, yurichani qizartirib, podpisatsiya qilib qo'yishni izlangdan chiqarmanglar. Xayr.